shaxmat plus o'yinini oddiy shaxmatdan qanday farqi bor? 64 kataklik shaxmatimizni biz ikkita qator qo'shganmiz, 80 katakdan iborat bo'lgan doska yaratganmiz va 4 ta oq, 4 ta qora ta'minotchi tosh qo'shganmiz. Chunki urush strategiyasida albatta ta'minot guruhini vazifasi juda ham katta bo'ladi. Hech qachon ta'minotchisiz urush bo'lmaydi degan o'sha kitobdagi audio yozuvdagi so'zga asoslanib biz oqlardan 4 ta, qoralardan 4 ta ta'minotchi tosh qo'shganmiz. Bu o'yinni yana ham kuchaytirib beradi. Ta'minotchi toshlarimizni harakatlanishi piyodalarni teskarisi. Bu hayot o'zi teskarlikdan iborat. Ertalab quyosh chiqadi, kechqurun botadi, kunduzlik, yorug'lik yoki o'sha elektr tokida ham bitta plus, bitta minus bor. Biz piyoda nima harakatlansa, o'shani teskarisini qilganmiz. Ya'ni piyoda to'g'riga yuradi, ta'minotchi yonga yuradi. Piyoda yonidagini yutib oladi, ta'minotchi to'g'risidagini yutib oladi. Shu bilan juda ham qiziqarliroq va murakkab o'yin bo'lgan. Mana shu internetga kirib nevchess.uz deb yozsa, biz yaratgan shaxmat plus o'yini chiqadi.